Hammamiz bilamizki, Minecraftdagi oddiy TNT'lar juda ham sodda va zerikarli. Ular atiga bir necha blok radiusni yo'q qila oladilar xolos. Bugungi videoda biz bir tiyinga qimmat TNT'dan tortib dunyoni yarmini yo'q qiluvchi TNTgacha portlatamiz. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Rolim va bugungi videoda biz juda ham ko'p TNT portlatamiz. Hazırlashganim yo'q. Haqiqatan ham bugun juda ham ko'p TNT portlatamiz. Unda tayyor bo'lsangiz boshladik. Mana men TNTlarni olib oldim. Unda keling dastlab oddiy TNTdan boshlaymiz. Menimcha u uncha portlamasa kerak. Kutganimizdek. Va bizning keyingi TNTimiz bu asallarli TNT. Va bu kutganimdek asallar paydo qiladimi? Asallar va asallar. Keyingi TNT esa gravitatsiya TNTsi. Bilishimcha bu TNTni moblarni oldiga qo'yish kerak va gravitatsiyani o'chiradi. Aytgancha bizda yana mana bunday ulkan TNTlar bor va biz bularni mana bu ulkan binoni oldiga qo'yamiz. Va portlatamiz. Battar kattalashib ketdi. Va u qancha joyni yo'qladi va qotdi. Uncha emas. Kutganimdan kamroq. Nicho bizda yana bitta shunaqasidan bor. Qani bunisi dunyoni yarim yo'q qo'yarmikan? Va dunyoni yarimni yo'q qildi. Yana xitoylikni sotishibdi yaramaslar. Bizda keyingi TNTimiz esa klon TNT, ya'ni nusxaladi va ana, bular bir xil emas-ku. Va bizda keyingi TNTimiz Enderman TNT va bu Endermanlar paydo qiladimi? Teleport qilar ekan. Yaxshi. Va bizda keyingi TNTimiz bu salutli TNT va bu bizga chiroyli atmosfera beradi va bu haqiqatan ham chiroyli edi. Va bizning keyingi TNTimiz mana bunday sariq oltinli TNT ekan va bu haqiqatan bizga oltin beradimi? Oltinni berar ekan. Buni oltinni olib qo'yamiz keyinga. Keyingi TNTimiz esa olovli TNT va haqiqatan ham olovli ekan. Bu nima qildi? Olov chiqarar ekan. O'zi nomidan bilinib turibdi-ku. Va keyingi TNTimiz bu chaqmoqli TNT. Haqiqatda ham chaqmoq chaldirar ekan. Ajoyib. Va keyingi TNTimiz bu End TNT. Menimcha bu ajdarni paydo qilsa kerak va ko'ngli yenyaptimi? Bu Endga teleport qilar ekan. Ender Dragon Cry. Unda qolgan TNTlarni shu yerda portlatamiz. Hozir men bu ajdarga kuzatib qo'yaman. Meni bu yerga olib kelishni. Hammasini qo'yib tashlaymiz. Ko'proq va qo'nisini kutamiz. Mana senga. Qani, uchirasanmi osmonlarga? Lanati, aldashdi. Mayli, keyingi TNTimiz ana bunday uycha TNT va uycha paydo qildi. Kerak emas. Har safar har xil uycha paydo qilar ekan. Ana endi bunisi kerak bo'ladi. Endi keyingi TNTga, lekin men buni qayerdadir ko'rganman. Bu nima qilar ekan? Bu oddiy odamga teleport qilar ekan. Ana, endi yana spam pointga qaytdik. Va bizda so'nggi TNTimiz Ultra TNT. Menimcha bu juda ham kuchli bo'lsa kerak va uncha sekin portlaydi. Qotganni qara. Xullas do'stlar, shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa videoga like, kanalga esa obuna bo'lib qo'ying. Videoda ishlatilgan modlarni esa men o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. U yerga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Xayr, sizlar bilan Rolim bo'ldim.